necha hafta oldin Milliy bankka borib, dadamning kartasiga bankomat orqali 55 million so'm pul tashladim. Shu zahotiyoq kartamdan bitta 27 million, bitta 28 million pul yechilib ketdi. Keyin men birdan 102 ga qo'ng'iroq qildim. Ular menga viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari men bilan bog'lanishadi va murojaatimni ko'rib chiqishadi deyishdi. O'zbekiston xalqidan shuni so'rab qolamanki, Telegramdan kelayotgan har xil APK fayllar yoki buni nima taylasa, shuni bilmasdan ochavermaylar. Hozir har xil firibgarlar juda ko'payib ketgan. Hurmatli fuqarolar, agarda sizning ham kartangizdan pul mablag'lari yechilishini xohlamasangiz, tavsiyalarimizga amal qiling. Noma'lum manbalardan kelgan SMSlarga, shubhali havolalarga hamda notanish qo'ng'iroqlarga javob bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni sir saqlang. Hushyor bo'ling. Sizning ehtiyotkorligingiz, pullaringiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligingizning eng asosiy garovidir.